Məcburi əmgək məsələsi yaqından bu yan Amerika hökumətinin güclük tənqidiga uçrab kelgan edi. 22 sentyabr günü tushdan keyin Amerika Dövlət Məclisində müzakirə qilinayotgan ئۇيغۇرلاردىكى ئەمگەكنى چەكلەش qonun loyihasi Amerika ئاۋامپالاتاسىدا 3-ga qarshi 406 ovoz bilan ma'qullandi. Mazkur qonun loyihasi Kengash palatasida ma'qullanib, rasmiy qonunga aylansa, Xitoyning Amerikaga eksport qiladigan har qanday mahsuloti majburiy əmgəkə chetishliq emasligini isbotlab berguvchi yetarli dalil isbotlar bo'lmagan ahvolda Amerika tamojnasida musodir qilinadi. Dünya Uyghur Qurultayı İslam dünyasının Şərqi Türkistandakı ağır kişilik hüquq dəfsəndiciligiga bo'lgan tonishini texmi o'stirish uchun dۇنيائىماملاركېڭىشى بىلەن hamkorlik kelishimi imzaladi. Dünya Uyghur Qurultayı 2020 yılı 17 sentyabr Dünya Olimlar Kengişi bilan tushunish eslatmasi imzolab, Şərqi Türkistandagi bostirish va assimilyatsiyasini dunyo miqyosida kun tartibga keltirish uchun yana bir muhim qadam bosdi. دۇنيائىماملاركېڭىشى كېلىشىمدە axborot e'lon qilish va fatvo chiqarish orqali Uyg'ur xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va kishilik huquqqa qarshi harakatlarni tunishtirishga va'da berdi. Tashkilot yana islom dunyosida Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchraganligini e'lon qiladiganligini va musulmon davlat rahbarlariga bu masalada maslahat beradiganligini bayon qildi. Mustaqil tədqiqatçılarının tədqiqatida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatining Tibet yezilarida yo'lga qo'ygan əmgək və ishqa o'rlashtirish siyosati keng ko'lamda tanqidga uchragan Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash andisiga nihoyat o'xshaydi ekan. Yezi aholilari markazli qabul qilinib harbiylashtirilgan tarbiyalashga qatnashtirilgandan keyin boshqa rayon va o'lkalarga ishlashga avatildi ekan. Tibet Avtonom rayonluq hukumat bu yil 80 joyda organ to'rida uqtirish tarqitib, dehqon chorvachilarni tarbiyalash va ishga o'rlashtirish to'rining harakat plani doirasida 500 mingdan ortiq kishining 2020 yili 1-oydan 7-oygacha tarbiyalanganligini o'tirg'a qo'ydi. Bu Tibet nufuzining %15%ni egallaydi. Sharqi Turkiston jazo lagerlari haqidagi tadqiqoti bilan xalqaroning diqqatini qo'zg'agan Germaniya tadqiqotchisi Adrian Zensning qarashicha, Tibetdagi atalmish kasbiy tarbiyalash, dehqonchilik va boqmichilik turmush usulini sanoat əmgəkiga zo'rlik bilan o'zgartirish ekan. O mundaq dedi: "Meningcha, bu madaniyat inqilobidan buyongi Tibetlarning an'anaviy turmush usuliga qaratilgan eng ahamiyatli va qaratmaligi bo'lgan zarba." İstanbul yangi ayrودرومى Xitoy bilan do'stona ayrودروم mulozimatini yo'lga qo'ydi. Turkiya taratqullarining xabariga qaraganda, İstanbul yangi ayrودروم tijorat shirkatining mudiriyat raisi yangi ayrودروم bilan Xitoyning İstanbuldagi bosh konsulxonasi birlikda yo'lga qo'ygan Xitoy do'stlik ayrودرومى turining turitkisida Xitoy yo'lovchilarining İstanbul yangi ayrودرومida butunlay Xitoycha mulozimatlar va maxsus mulozimatlardan bahramand bo'ladiganligini o'tirg'a qo'ydi. Bular safar uchurlarining Xitoycha bo'lishi, ekranlarda Xitoycha uqtirish berilishi, bilet ilishda Xitoycha mulozimat bilan ta'minlanishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xitoy bosh konsuli Сөйвей İstanbul ayrودرومىga kelganda o'zining Xitoydagi bir ayrودرومga kelganda kes qilganligini aytdi va mundaq dedi: "Men bu ayrودرومga ko'p qatim keldim, ammo bu qatim men haqiqatan alohida his qildim. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga doir barg'ansir ko'p ma'lumotlar oshkorlangan va Xitoyni boyqut qilish sadolari kuchayotgan bir paytda Turkiya doiralarining bundoq bir qarorni chiqarishi diqqat tortdi." Birlەşkən dۆlətlərتەشكىلاتىدىكى 75-ci növbətlik umumiy yig'inining ichilishi munosabati bilan har qaysi davlat rahbarlari sin orqali bayonot berdi. Umumiy yig'inning kun tartibi bo'yicha 22 sentyabr kuni Amerika prezidenti Donald Tramp nutq so'zildi. Tramp so'zi davomida bu virusning butun dunyoga yamrab buncha ko'p odam chiqimi va iqtisodiy chiqim paydo qilishida Xitoy hukumatining mutlaq mas'uliyati borligini ta'kidlab munolarni dedi. Biz bu vaboni dunyoga tarqatgan davlat Xitoyni cho'qim javobgarlikka tortishimiz kerak. Virusning dastlabki mezgillarida Xitoy davlat ichidagi qatnash va sayohatchilikni butunlay to'xtatgan bilan yo'lovchi aeroplanlarining Xitoydan chiqishi va bu orqali dunyoni yuqumlantirishiga yo'l qo'ydi.